Hazarası Dekan Bazarı. Şular bir yanına ayta beren kanezlerini. Zileylerinizi. 5 bağı. Neçe so'm? Zileyler ebla ne? 3 kırta so'm. Piyazı ne? 7 so'm. Yaxşı savdolarınız olsun. Pomidorlar neçe so'm ekan uka? Pomidorlar. 25'ten mi? 27'de 25, 30. Şu meyveleringizni bahalarını aytib berasizmi bir yandan? Valla 32, 30 beramen köprek algana. 30 berede kel hoş. Bananlar. Bana 26. Kiwi. 35. Ana onun aşvatınız ne? 20. 20 ana. Hurmatli do'stlar, Hazara Dekan Bazarı. Gelip bemalol savdo qilaverasizlar. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Bananni bahanasini aytib berasizmi? 26. Ananaslar 23 milyon. Kiwi necha so'm ekan? Kivi 35. Almalar ne? 15, 16. Yine bu şey 18. 18. 16 yaxshi. Hurmatli do'stlar, hurmatli podpisчиклар, marhamat. Enar bahasini aytib berasizmi? 30 dan ekan al, hurmatli do'stlar. Hurmatli podpisчиклар, mevalar bahalarini aytib berasizmi bir yandan? 16 ming, 10 ming. 16, 10 ming, 14, 8'likler bak. 8. Üzüm necha ekan? 12, 10 beramen. İyi ananasınız necha so'm? 25 ananas hurmatli do'stlar. Hurmatli podpisчиклар. Xorazm Hazarası meva bozori. Aytib berasizmi mevalaringiz bir yandan bahalarini? Ishondan yetavering. 10 ming so'm. 10 ming so'm qant alma. 15 ming so'm. 15 ming so'm. Enar necha? Enori 20, 25. 20. Yine bu nashvatınız necha so'm? 18. 18 ming so'm ekan hurmatli do'stlar. Podpisчиклар. Üzüm bahasini aytib berasizmi? 20 milyon hoşunuzu. 20 ming so'm musin üzüm. Hurmatli do'stlar, Hazarası meva bozorlari yana ko'rib turibsizlar. Arzonchilik kelib olib ketaverasizlar. Bemalol kelib savdo qilaverasizlar hurmatli do'stlar, podpisчиклар, vatandoshlar, yurtdoshlar. Ben arası optum bak oldu. Nashvatini bir yandan aytib berasizmi shular 20 baholar? ming so'm. Yine bu 24 ming so'm. almalar aytib bering kan? Almana 12 ming so'm. 12 ming so'm. Yine gördingizlarmi? Ananasi bahasini aytib berasizmi? Ananas 20 ming so'm çık kaldı. 18 tane beremiz. Banan Bana 26 ming so'm. 26 ming so'm. Yine arzonchilik gördingizlarmi? Chunki Hazarası bozori bu. Kelaverasizlar hurmatli do'stlar, arzonchilik yana hamma yerlar. Meva, cheva. Yaxshi gap qala bozor. Yine sen qimmatdan oldu. Kivilaringizni aytib berasizmi baholarini? Ne bular? 20. Yine bunuz. 33. Yaxshi, rahmat. Salomat olun, savdolaringiz olsun. Nondimi? Avvalambor assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Aziz muxlislar, podpisчиклар, sizlarni girib kelayotgan 2026-yil yangi yil bilan chin yurakdan muborakbod qilamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Hazarası meva bozorini qo'ldan kelgancha 31-shislar, ya'ni yangi yil arafasida tushirdik, tomosha qildik. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.